وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisida kimki Allahqa va oxiratga iymon etgan bo'lsa, xulum xo'shnilariga yaxshilik qilsin deydi. Bu hadisdagi haqqini ado qilishga tegishli bo'lgan xo'shni kim u? Xo'shnidorchilikning huquqlari nimalardan iborat? Xo'shnidorchilik qilishdan kelib chiqadigan yaxshi natijalar nimalardan iborat? Ilgari o'tgan solih kishilar xulum xo'shnilari bilan qanday muomalada bo'ladi? Xo'shnidorchilikdan iborat bu go'zal ijtimoiy axloqni qanday qilib kishilik turmushdagi hamkorlik darajasiga ko'targili bo'ladi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve usalli ve usallimu ala seyyidil evvelin ve'l ahirin Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Dünyanın her qaysi joylaridagi ko'rman qarindoshlar, bugün biz Allah'ın yardımı bilen Hukuk ve Mecburiyet namlı programımızın 12. bölümünü sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamiddin Temkini, Hukuk ve Mecburiyet namlı sohbetimizin daimlik mehmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümünde xulum xo'shninin haq huquqlari to'g'risida to'xtalamiz. Ustaz Muhammed Ali, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Biz sohbatimizdagi ilgirki qismlarda ota-ona ve farzand, er ve ayal, ayal ve er arasındaki, yani turmuşda alakadar bo'lgan uy ichidagi huquqlar qatorliq bir adab axloq alakadar bo'lsin, huquq alakadar bo'lsin, bu masalada tafsili to'xtalib o'tgan bo'ldik. İlgari suhbat 11 qismlik suhbatimizda buni oxirlashtirgan bo'ldik. Bugungi suhbatimizda biz aileden biraz halkıp çıkıp qo'shnidorchilik to'g'risida to'xtalmoqchi. Bu vaqt Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda A'udhu billahi mineşşeytanirracim Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jar zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi deydi. Biz bu oyatni chiqqan asosda bir temaga kirsak, yani haqqini ado qilishga tegishli bo'lgan xo'shni kim o? Bu vaqtda azroq turib o'tgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala amma ba'du. Deyilgindek bizning suhbatimiz bir aile barpo qilish, bir aile qurishning tunji qadami bo'lgan ayollik munosabati aile ichidagi a'zolarningki o'zaro bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari, huquqlari ve yaşaş kıymet qarashlari haqida davomlashib. Endi bugungi suhbatimizda şunun sirtiga chiqdik yani. Xo'sh. Yani xulum qo'shniga. O'qilgan oyatga ko'ra Alloh subhanahu va taolo qo'shnini insonga nisbatan muhim bir omil, muhim bir nuqta sifatida tilga ilyotidi. Yaxshi muomala qilish, go'zal muomala. Chunki insonningki yaxshilik ko'rsimi qo'shnisidan ko'radi. Yamanlık kösümü qo'shnisidan ko'radi. Bu noktadan qo'shnining ustida favqulodda ko'p haq huquqlari bo'ladi. Çünkü deganimizdek sen yamanlık ko'rsangmi qo'shningdan ko'rsa, yaxshilik ko'rsangmi ham qo'shningdan ko'rsa. Payg'ambar alayhisalom din kelgan ba'zi asarlarda qo'shnining haqqi nima degan so'ralgan savolga bir muncha javob berilgan. Bu javoblarni agar bir yerga xuloslagan vaqtimizda qo'shni bilan bo'lgan hayot musofimizdagi bütün haq huquqlarini o'z ichiga olgan deyishga bo'ladi. Masalan, qo'shning bir ishda sendan yordam so'rasa, buningdan birisi yordam bersa. Uningga kerak bo'lgan ba'zi ishlarni qilish bersa, qarz so'rasa, qarz bersa, og'rib qolsa, yo'qlaysa, bir yaxshilik yetsa uningga, uni tabriklaysa, yomonlik yetsa, ta'ziya bildirsa, onun üyüdün igiz öyünü selelip ruhsatsız, bunun quyosh yoki shamolni to'sadigan zarar beradigan ishlarni qilmaysa, ammo ruxsat olsa u boshqa.
yemek içmek, meyve setib olgan vaqtda shundan onunğa ma'lum darajada qanday qilsa, so'g' qilsa masalan. Agar so'g'i qilamog'ida ko'p qolsang, qanday qilsa yushurincha ko'rsatmay akirsa, ballarining u yemek içmekni sirtqa ko'tarib chiqib, uning ballarininki mana ichidigan yoki ballarining ko'ngli yerim bo'ldigan bir ahvol shakllanmasligi kerak. Degandek, oilada bir odamning normal ailening ishi gerçi deganimizda qo'shnimiz bilan tuqqan emas. Masalan, tuqqanmi bo'ladi, tabiiy tuqqan emas. Va uning boshqa jihatda aramızda hech qanday munosabat bo'lmasligi mumkin. Savdo aloqasi bo'lmasligi mumkin. Ammo qo'shni o'g'anlik munosabatan qo'shni o'g'an ta'siri Iroqdagi ba'zi tuqqanlardan favqulodda yuqori. Bu nuqtadan yuqorqi hadisda umumiy qo'shni bilan qo'shnining o'tiridagi muomalat andisi so'zlangan. İslam tariximizda qo'shniga bak favqulodda yuqori o'rin berilgan. Masalan, bunda bir hikoya var. Abdülkadir Cezayir İslam tarixidagi hammaga tanishliq mashhur bir amir. Mushuning bir qo'shnisi bo'lib, qo'shnisining uyini setib olg'ili birisi kelgan vaqtida bu shunda bir javob berganki, men mushu qo'shnim Amir Abdülkadir uchun sen qo'ygan bahodan necha hassi bahoni versangmi sotmayman uyimni. Mana javobni bergandan keyin bu javobni qo'shnisi anglaydi. Qo'shnining bu qo'shniga bo'lgan favqulodda ixlosidan bu amir buningga shu qarshi taraf setib olaman degan pulni hadiya sifatida olama pulni. Sen mening qo'shnim bo'lishga loyiq ekansan, qo'shnim bo'lib o'tiraver degandek bir xil hikoyalar va tarixlar bor. Buning hammasi bizning tariximizda, islom tarixida qo'shniga berilgan favqulodda ko'ngil bilish. Sizlarni al-jar qiblat-dar deydigan nimalar bor masalan. Bir uy setib olishdan ilgari avval qo'shnisini qana qilish kerak, obdan tanlash kerak. Chunki qo'shnisi yaxshi bo'lmagan uy huzursiz bo'ldi yani. Putini qistigan oyoq, nachar chiqib qolgan xotin dunyoning jahannami deb tasvirlasa, balkim mubolag'a olmasligi mumkin. Endi bu fiqh ilmida haqqi shufa deb, ya'ni qo'shni xabar qilmay turib, siz masalan uyni sotmoqchi bo'lsizlar, avval birinchi bo'lib yan qo'shnilariga uyim satmoqchi, siz kerakmi, siz setib olamsiz, qandoq degandek bir taklifni berib, yo'q, men uy kerak emas, setib olmayman, ehtiyojim yo'q, unda o'sman boshqalarga sotay deyish bu bir huquqi bor endi. Yani bunu da mı kurvalı buldu ki mesela bu İslam fıkhısında şüphe edip atılıyordu. Öyüne satmakçı olan vakitte avval başka hırdadan ilgili koşullarını mesela hırdalık seliş. Hatta başkalardan ezan bahaga mesela hatta. Eğer onun ihtiyacı bulmağını da o razılıkını bildirgende andaki başkalarına qana qilish setiş gerek deydigan bir qoida. Bunun özüne moda sen İslam'ın ki qo'shnining haq huquqiga favqulodda bo'lganlik, ahamiyat berganlik, ko'ngil bo'lganlik bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Bu sahih hadis. Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan keldi. Bu hadisdan ham de nima tushunamiz ham qo'shnichilik haqlarininki ijtimoiy kafolat masalasiga yotadiganligini tushunsak bo'lamdi. Hadisda Payg'ambar alayhisalom shunday deydi. Jibril meni qo'shnimga tavsiya qilyapti. Ya'ni qo'shnimni menga tavsiya qilyapti. Qo'shnimga yaxshilik qil degandek bir ifodada bu. Qilyapti. Oxirida qo'shnimni merosxo'r qilib qo'ydigan o'xshaydi debmi o'ylab qoldim deydi Rasululloh. Ya'ni hadis bizga nimani ifodalaydi? Qo'shnining shu qadar insonga bağlandığı bir hak hukukının bağlılığını ifadelaydı. Hem de ailevi bir ictimai bağlanış var. Bizden İslam hak hukuku da. Dada, bala, dadılık, balılık, ayallık, kerindaşlık, ailevi bir bağlanış hem de bu. Coğrafilik bir bağlanış oldu insandan var. Nesep bağlanışından başka coğrafilik bağlanış oldu. Coğrafilik bağlanışı ne mi dese? Yani şu hoşnu şu. Gerçi tuqqan bulması mı? İkili bağlanış, ikili kapalet, ikili hak hukuk İslam'ınki bizden talep kılıvatkan nemesi talep. Ailenge, tuqqanlarınga
bir tuqqanlarınga, qarindoshlarınga, dada bola o'tirdi, ayol o'tirdi, qanchalik haq huquq bo'lgan bo'lsa, shunga o'xshash xulim xo'shni o'tirdimi, shunchalik nima haq huquq bor. Endi yana bir hadis bor deymi, masalan, o'zini til orqali qo'shnisiga bir aziyat bergan ayol to'g'risida bir hadis bor. İmam Ahmed'nin Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivoyat qilgan hadisi, bu ayolninki namozning ko'pligi. O'tirdi ineq, nayt ko'p namoz o'qiydigan ayol. Ro'zini ko'p tutadigan ayol, sadaqatni ko'p qiladigan ayol, ammo bir lam sifat bor bu ayolda, salbiy sifatni olsa-mu, qo'shnisiga aziyat berdi. Shunga hadisning oxirisida bu ayolga berilgan hukm yakun nima? Davzaqda. Yana bu namozni ko'p o'qiydigan ayol, ro'zini ko'p tutadigan ayol, sadaqatni ko'p qiladigan ayol, bir muncha bir go'zal sifatlar bor. Ammo faqat va faqat qo'shnisiga tili bilan moddiy va boshqa emas, tili bilan aziyat berganlik uchunlar dozaqda. Ya'ni yaxshi muomala qilmaganlik sababidan. Yaxshi muomala qilmaganlik sababidan buning boshqa ishlari o'tmay qoldi degan gapda. Endi bu suhbatimiz shu qo'shnichilik haqlari to'g'risida davom qilyapti. Endi bizningki mana shu muhojirat Uyg'ur xalqi chet elga chiqqandan keyin yerli xalqlar bilan qo'shni bo'lib yashayapmiz hamda. Bu jarayonda qo'shnidorchilikni yeriga keltirish uchun nimalarga diqqat qilishimiz kerak ham? Endi biz Uyg'ur musulmonlar bo'lish sifatimiz bilan, ya'ni bir millat, xos bir millat bo'lish sifatimiz bilan o'zimizga xos urf odatlarimiz bor. Vatanda shu bo'yicha yashab, shu bo'yicha odatlanib keldik. Ba'zilarimiz shaharda yashaydi, ba'zilarimiz yezda yashaydi. Shaharda yashagan odamning yashash uslubi bilan yezda yashagan odamning yashash uslubi o'xshamaydi. Va yashayotgan shaharninki iqtisodiy va boshqa siyosiy o'rniga, madaniyat ahvoliga qarab turib, har yaninki yashash ahvoli o'xshamaydi. Endi oxirgi vaqtlarda ko'plagan qarindoshlarimiz Turkiyaga keldik masalan. Ko'p qismimiz mushada hamda qatnashish bo'ltirayotgan. Turkiya bo'libmi Istanbul, Turkiyaning markazlik bir shaharlari bo'lish sifati bilan bu yerning o'z oldiga bir yashash uslubi bor. Yashash qoidasi bor, bir madaniyati bor, xalqning ko'ngan bir odatlangan bir odati bor, yashash usuli. Endi biz kelgandan keyin, bu yerga kelgandan keyin biz kelgan mehmon bo'lish sifatimizdan bu bir. Ikkinchidan qo'shni, sirtdan kelgan qo'shni bo'lish sifatimiz bilan. Bu yerdagi qo'shnilarimiz asli odamlar. Ra'y qilish to'g'ri bo'lib qolsa, kelganlar ra'y qilish kerak. Ya'ni insof bilan so'zlasak. Biz oldi bilan atrofimizdagi kishilarningki yashash uslubini bir ko'z tutishimiz kerak. Ya'ni bular nimani yaxshi ko'radi? Nimani yomon ko'radi? Ya'ni qanday yashaydi? Ma jamiyat. Chunki biz bu jamiyatda ozliq. Ko'plik emas, as-sonliq, ya'ni bu jamiyatda atrofimizdagi ko'p sonni egallaydigan kishilar qanday yashaydi? Nimani yaxshi ko'radi? Soat nechida turib, nechida uxlaydi aqallisi? Binoninki, o'tirayotgan binoninki yashash tozalik ahvoli qanday? Varangchilik ahvoli qanday? Mushu nuqtalarning hammani avval egallashimiz kerak. Chunki mushu nuqtalar islomdagi qo'shnining haq huquqi masalasiga intayin munosib. Biz shu nuqtada turib, atrofimizdagi xulum xo'shlarimizga aziyat bermasligimiz kerak. Biz ba'zi to'g'ri deb odatlanib qolgan ba'zi ishlarimiz bularga nisbatan aziyat bo'lishi mumkin. Men mashta qilib kelgandim degil olmaydi. Chunki biz kelgan mehmon bo'lish sifatimiz bilan va sonimizning ozilish sifati bilan ko'pchilikning haq huquqi rioya qilinishi kerak. Ya'ni chekdan eshib ketmagan ahvol ostida. U bizga zulm bo'lib qolgan ahvol shekilli u boshqa, ammo hech kimga zulm bo'lmagan ahvol ostida qilsin bo'ldigan, qilmasin bo'ldigan ba'zi ishlar bor hayotda. Zarur bo'lib qolgan vaqtda u boshqa. Chunki hayotning talab bo'lib qolsa u boshqa, ammo qilsin bo'ladigan, qilmasin bo'ladigan, sen diqqat qilsanglar tuzilib ketadigan va masalan aqallisi tozalik masalasi, uy tutish masalasi masalan. Ondan keyin balalarninki, xususan bizning bolalarimiz biroz ko'p keladi masalan. Bularda bola oz bo'ladi. Ondan keyin bularning xizmat damalish vaqtlari va bizning tam xizmat damalish vaqtlarimiz bular bilan udul kelmasligi mumkin. Mush nuqtalarda biz bularning asli takror davatimi asli bo'lish, ko'p sonliq bo'lish va biz kelgan mehmon bo'lish sifatimiz bilan bularning haq huquqi mush jihatda o'rganish kerak. Qo'shnisi masalan
kechida ishlaydigan, kunduz uxlaydigan, dam oladigan, bunda bo'lishi mumkin. Mana shunga o'xshagan ishlarda, ya'ni rioya qilib ketgili bo'ladigan doirada rioya qilish kerak. Masalan, bolalarimizni biroz erkin qo'yib o'tib kunab qilliqliq. Ular biroz tartibning ichiga kiyish kerak masalan. Qig'il bo'ladigan ishlar. Uyni pokiz tutish masalan. Ya'ni farzandlarimizga masalan qo'shnilarimizning dam oladigan boshida soat masalan oqshom 8-9 ni ishib ketgan vaqtlarda bolalarimizga sakrab, o'qirishib, o'ynasa, biroz bizni erkin qo'yib o'tmaslik kerak. Biroz diqqat qilishimiz kerak. Qo'shnilarimiz ranjiydi, biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan yaxshi emas, qo'shnining haqqi va degandek so'zlar bilan tarbiya qilib qilishimiz kerak. Degan vaqt ba'zi masalalarni aniq net demasak, qarindoshimiz balkim u tarafiga diqqat qilib yaqinmaydi. Masalan, liftlik binolar bor. Bir liftlik binoninki oylik taloni shu o'ltirayotgan butun aholiga o'rtaq chechiladi. Bir misol. Masalan, bizning kichik bolalarimizni qo'yib o'tib, bir o'yin sifatida shu binoning liftidan chiqib tushsa, masalan, az olsun ko'p olsun bir ortiq chiqim chiqadi bu yerdan. Va bu ortiq chiqib, palani o'yining bolalari ashta o'ynab deyilmaydi u vaqtda, o'rtaq chechiladi. Bu ma'naviy emas, moddiy haq masalan. Oddiy bir misol. Va undan boshqa misollar degiltsa ko'p uchraydi masalan. Mush nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. Ya'ni boshqalarning haq huquqiga kirmaslik kerak. Biz davomli ta'kidlaydigan bir madaniyatimiz var bizning azaldan banda haqqi deydigan. Bu banda haqqi boshqalarning ko'z oldida yanchiqun bir evaslan banda haqqi olmaydi. Balki boshqalarga ma'naviy moddiy jihatda keltiradigan zararlarning hammasi nima banda haqqi bo'ladi. Muşumo şunun qatarıdın. Bununla her bir qarindoshlarimiz qo'shni haqqi noqtasi turib diqqat qilish kerak. Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yani bir hadisda vallahu la yu'min, vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min deb 3 qata degan vaqtida men ya Rasululloh deb so'raydi sahobalar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam allazi la ya'man jarahu bawa'iqa. Hadi bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shnisini uning yomonligidan amonlik his qilolmagan kishi iymon etgan bo'lmaydi deb 3 qatim takrorlagan. Bu qaysi turdagi, ya'ni hadis bizga cho'ng prinsipdan bir narsa aytadi. Rasululloh 3 qatim takrorladi buni. Xo'sh. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Qasam qilib turib. Xo'sh. Mu'min emas. Mu'min emas. Mu'min emas dedi. Kim ya Rasululloh deyilgan vaqtida qo'shnisi emin bo'lmagan. Ya'ni bu yerda iymon qo'shni bilan bog'lanishi boshqa hadislarda mo'jiq ta'kidlanadi bu. Axloq masalasi iymonning tubki prinsip masalasi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni Qur'onda nima deb sifatlaydi? Innaka la'ala xuluqin azim. Rasululloh mushuni bilan buyuklangan Rasululloh. Endi axloqning haqiqiy yechmisi nima? Axloq degan nima? Axloq ijtimoiy iymonning insonni aks etadigan bir tarafi. Senda bir iymon bor, iymonning bir talabi bor. Sen mush talab bo'yicha ijtimoiy jamiyatda uning ta'sirini ko'rsatsan, bu sendeki axloq va iymon. Yerimli hadisda mazmuni shu. Axloqi eng go'zal odam, iymoni eng mukammal odam bo'lgan bo'ladi deb Rasululloh shunday sifatlaydi. Axloq iymon masalasini. Axloq bizning taqlidiy tushunchamizdagi bir odamning nayt muloyim boshqalarning ya u emas. Boshqalarning haq huquqiga rioya qilish. Boshqalarga zarar solmaslik. Payda bo'lsa qana qilish, yetkizish. Yani demek ki axloq insonning ma'naviy tarafidami o'zini ko'ktish kerak demak. Yani ma'naviy tarafidan boshlangan axloq haqiqiy ijtimoiy amaliy hayotda o'zining ta'sirini ko'rsatish kerak. Axloq kishining shaxsiy sifati emas. Ya'ni kishilik yolg'iz sifati emas. Axloq nima deyiladi? Ijtimoiy aloqada, ijtimoiy muomalada, ijtimoiy yasham jarayonida, yashash hayotida
o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Bu nuqtadan bu hadisda vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min deb 3 qatim takrorlanishi, chunki axloq iymon ikkisi bir narsa deb tushunsak bo'ladi, asosiy jihatdan. Yani axloq iymonning buyuk bir tarafini qana qiladi, o'z ichiga oladi. Tam bugungi qo'shni haqqi axloqningki eng güzel namoyandasi, eng zo'r bir tarafini. Chunki inson avval muomala nereden başlandı? Xo'shlikdan başlandı. İnsanın muomalasi. Şunlaşqa davamlıq deyiladigan ulamoning bir gapi bor. Kim axloqi go'zal bo'lsa, iymoni nima bo'ladi? Ortiq bo'ladi. Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamga nurg'un hislarni bergan. Rasululloh fasohat, yana bir shujoat, patur. Ammo Qur'onda shuncha go'zal hislarning hammasining ichidan tanlab Resulullah'a mediye sana okulgan hususiyet qaysi? Axloq. Resulullah'ın sen qaltis batur demedi Qur'onda. Şunami ya? Resulullah'ın sen qaltis hikmetlik söz aysa demedi. Resulullah'ın sen bu demedi Qur'onda. Ne dedi? İnneke la'ala axloq egisi. Çünkü imanның asası muşayatın başlanады. Bilişimce biz küçük vaqtlarımızda onda güzel axloqlar battı. Xulum xo'shlar arasida yani öz hesaplaydigan. Kichik vaqtimizda xulum xo'shlarning uyisiga o'zimizning uyisida kirib chiqatdik. Balkim biz pek ko'p narsani tushunib ketmaymiz, ammo shu vaqtdagi hissiyot tuyg'umiz deb aytsak, qo'shnimiz xuddi o'zimizning aksidek, o'zimizning tog'isidek tatinmaydigan bir narsa kerak bo'lsa, buning hammasi nima desa, ota-onamizningki xulum xo'shlar bilan bo'lgan aloqasidagi go'zal axloqining biz kichik sabilardagi ifodalanishi. Hech bayram bo'lsa, avval eng yaqin qo'shnimizning uyiga yugurardik. To'g'ri. Heytliq, agar bizda ashlar yaqin kurash bo'lmasa, yuguramdik ularga. To'y turkum bo'lsa, uylar hatto uylarni oriyat berib turdigan. Buning hammasi nima ota-onamizning o'zaro aloqasiningki bizga bo'lgan ta'siri oldi. Bu go'zal axloq. Bilishimcha uyda bir narsa qolmasa favqulodda qo'shlardan so'raydik. Bir narsa demasimi qo'shlarning uyisida tamoqsa bizga sunatdi. Biz ularga sunatdik. Xuddi bir oilaning kishilaridek bir yashash shakllangan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilishimcha gapni kesib qoldim. Yurt ishida balkim necha kilometr doirada palonining uyisi nerede desa, şu aralıq şunca yiroq endi shu vaqtning o'zida. Anda üstü uy silinmaydi, hammasi yerga silingan bir qavatlik uylar. Bir 2 kilometr, 2-3 kilometrgacha palonining uyisi nerede desa, tunuydigan bir holat bor. Ammo bugungi vaqtda ahvol o'zgardi. Qat-qat üstü o'tirimiz, bir binodagi odamningki uyi paloni kim o desa, uqmayman. Udul qo'shnimiz kim o'qimaymiz, nima ish qildi o'qimaymiz masalan. Shu darajaga berib yetdi ahvolchi. Buning hammasi ijtimoiy axloqningki ojizlashganligi, qo'shni haq huquqininki favqulodda eng to'nchakka tushganligininki ifodasi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida iza tabaqta faksir mariqa wahdi minhu li jiranak. Biz mana shu hadisni chiqish turib biz muhojiratdagi Uyg'urlar mana hadisni hayotimizga qanday tatbiq qilishimiz kerak? Bizning urf odatlarimizda yuqorida deb o'tlar. Masalan, qo'shnilarga tomoq chiqarish, bir-birisiga tomoq sunish, kunda bo'lmasimi, haftada bir qata yaxshi ko'rgan tomoq itilgan vaqtida qo'shniga chiqarish, bu ahvollar mavjudda. Endi hozir masalan Turkiyaga o'xshagan ya boshqa davlatlarga yerlashgan muhojiratdagi Uyg'urlar şu kurdaki maşa hadisini qanday tatbiqlay olamiz endi? Hadis mesela tamoq assan biraz suyuni ko'paytgan, yani boshqalarga yesin. Xo'shlaringiz so'g'i salom qilibdi deydi. Yemek-ichmak bir jamiyatdagi inson qalbini ifodalaydigan eng muhim nuqta yemek-ichmak, ya'ni xulum qo'shlarga nisbatan. Hem de bugün günde biz o'xshamagan millatla xulum qo'shni bo'lyapmiz. Balkim tamoqqa chiqib bersak, bizning tamoqlarimizga ko'nmaslik mumkin. O noktadan biz shu noktadan boshlab buning asosiy maqsad noktasini tutib chiqsak, xulum qo'shnilar qalbi farahlanadigan, xushal bo'ladigan, mehr-muhabbatni kuchaytiradigan har qanday sovg'a
qo'shnilarni qo'shnilarga qada qilish kerak, birlash kerak. Endi hatta ham bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Va la yakhruju biha waladuk liyaghiza biha walada." Endi bu hadisdami masalan bugun qaraydigan bo'lsak, farzandlarimiz maktabga tushlik tomoqlarini yoki yemeklerini o'zlari uydan tayyor qilib beramiz. Shu jamiyatda o'zida shunday ekan. Masalan biz bir xil tayyor qilib beramiz, yana bir oila bo'lakcha bir narsa tayyor qilib beradi. Yana bir oila balkim tayyor biskutga o'xshagan yoki qo'liga pul berib maktabniki shunda tayyor bir narsani sotadigan, biskut bir narsa sotadigan o'rinlardan, kichik do'konlardan sotib olish uchun pul berib yo'l silishi mumkin. Yoki ayni maktabning o'zida faqir oilaning undami imkoniyat yo'q, farzandlariga unda bir narsani hazırlab berish, tushlik tomoq hazırlab berish imkoniyati yo'q. Oilalar bor va hatto 1 lira pulni berish imkoniyati yo'q oilaning bo'lishi mumkin. Va aynı zamanda farzandlarimizni masalan mahallaga chiqib, ishki yo'lda o'ynaydigan vaqtlarda masalan qo'shnilarning ba'zi qo'shnilar faqir bo'lishi mumkin. Farzandlariga masalan shokoladga o'xshagan yoki tatliq turum yoki meva bu narsani bermasligi mumkin. Ammo shunday holatlarda yuqori hadisning chiqishiga asosda qanday qilishimiz kerak? Endi bugungi kunda maktabdagi ahvol biroz o'zgardi. Ba'zi maktablarga ota-onalar bolalarga tush deydigan tomoqlarni bolalarga hazırlab beradi. Maktabda uning ustiga yemeklik, tayyor yemeklik sotilgan kantin deb qo'ydik bu yerda. Ashta bir magazинlar bo'ladi. Endi bu yerda diqqat qiladigan nuqta bayatdan o'qilgan hadis nuqtasidan, ya'ni bolalar xulum xo'shlardi yo'q bir narsani shu vaqtda mevchiva deb tilga olinadiq. Chunki shu vaqtning sharoitlarida mevchiva az bo'lsa kerak. Xulum xo'shlardi tepilmaydi. Ya'ni normal ijtimoiy yashash urf-odatlarda tepilmaydigan qimmatli narsalar bo'ladi. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta ba'zilar qanchalik pul deb bolalarga normadan ortiq pul beradigan ahvollar bor. Shundan bolalar maktabga boradi, yoki bir muncha bolalar yig'iladi, o'zaro tomoqlarini chiqarishib yeydi masalan. Asosan bir jamiyatning yeydigan tomoqqa o'xshaydi-ku. Masalan sen normal jamiyatda boshqalar yeydigan o'nlashgan bir tomoq yemeklikni seppasan, bolang bilan boshqa bolalarning o'tirisida hech bir farq bo'lmaydi. Ammo sen bayatın deganimdek jamiyatda az tepiladigan, yuqori tabiqining odamlarla iste'mol qila oladigan yemeklikni sepadi. Bu bola bu yemeklikni bolalarning o'tirida chiqadi. Umumiy bolalar boshqacha, sizning bolang boshqacha. Shunday bilan bu yerda bir xil boshqa bolalarningki ko'nglida bir narsalar paydo bo'lishi mumkin hamdi. Ya'ni bir xil nima deymiz hamdi? Shuni ko'z tashlash deymiz yoki ko'ngni sunish deymiz. Qashqar odam Maaşta qıppas şu apam maaşta qıppas şu degandek. Ondan başqa pul berish masalasimi kichik bolaga pul berib to'yg'az bo'ladi, lekin jiqbasi bo'ladi, cho'ng pul ketmaydi. Ammo normal boshqa bolalarga ota-onasi beradigan bir o'lcham bor jamiyatda. Masalan, bugun desak, ya 2 lira, ya 3 lira, ya 4 lira degandek hamdi. Sen ortiq puling bordi yani jo'qingda. Uningga bergan puling sening kirayotgan kirimingdan cho'ng bir darin egallab kelmasligi mumkin. Buni qarab sen bir o'tsa. Ya mesela günlük 10 lira degandek. Balang şu 10 liradan maktabdagi magazinlardan boshqa bolalar setib ololmaydigan narsalarni setib oladi mesela. Ya ko'p narsani setib oladi. Bu balangning atrofidagi shuni setib ololmaydigan bolalarning ko'ngliga nisbatan bir xil zarar oladi. Shuni ata-onalarga deydiganimiz hadisda bayon qilingan shu bolalarning qo'shnilarning bolalarga aziyat vermaslik ifodasini mush nuqtalarda bir tadbiq qilishini. Ya'ni balang har qancha qimmatli ko'p ketsa Allah'ın aldığı da başka balalarla o'xshash. Tamam, balalarınga bek küynese. Balalarınga yaxshi narsalarni epaging va o'kaganda eppa. Xo'sh. Ammo boshqa xulum qo'shnilarning balalari bilan, boshqa do'stlar bilan barabar
o'qiydigan maktabda barobar tamoq yeydigan, barobar yashaydigan yerga boshqalarning bolalaridan farqlantirib bir narsa avatma va farqlangudek holatda pul berma. Chunki bu boshqalarning bolalariniki ko'ngliga tegadi, zarar oladi, psixikasi buziladi abolninki. Balkim kelgusidagi o'zaro bir-biriga qilgan hasad, o'chmanlik shu kunusdan tortib boshlashga. Chunki inson ya'midan. Bu noktadan xulum xoşlarının hakkımı muş tarafta özünü namayanda qilish kerak. Ata-onalar bu meselelerge hem zil qarash kerak. Benim bilishimcha boshlang'ich maktablarda bir shunday tamoqninki tizimligini berganini bilaman men. Masalan bizni ma'lum keliglik masalan dushanba kunda vallahi mama turdagi bir narsani bersanglar, seshanba nimani bersanglar, chorshanba nimani bersanglar deb men de nima qilib berdi ekan. Hamda unaga 100% uyib qilib qo'yib bo'lmaydi ekan. Balkim shumi? Masalan maktabdagi o'quvchilarning formasi o'xshash ya. Shuningga o'xshash bolalarning farqli bo'lib qolmasligi uchun qo'yilgan tuzum bo'lishi mumkin maktabdagilarninki. Chunki baylarning bolalari isil kiyinmasin, kambag'allarning bolalari at-to'n kiyib qolsa, bolalar o'tirisida masala paydo bo'ladi. Psixik buzilish bo'ladi. Hammasi millatning bolalari u. Buzilish bo'lmaydi ular. Yemek meselesi mi? Mektepteki belgen tizimlik boyunca düşen mektep degan narsani hammadan o'xshash bersa, bolalar shunda his qiladi ki, mush sinfdagi 30 bolaning hammasi o'xshash tomoq yeydi ekanmiz. Bir xil qalbi xotirjam bo'ladi. Sog'lom o'sib bitiradigan gap. Chunki shu maktabning formasi, andagi maktab belgen tizimlikdagi yemek mushu nuqtadan mencha halqitib etmaslik kerak. Bunu xulum xo'shna, ya'ni atrofdagi shu bolalar hammasi atrofimizning xulum xo'shlarning bolalari-ku. Xulum xo'shlarninki haq huquqlaridan birisi bo'lsa kerakmi shu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda men kan shu qo'shnichilik aloqador bo'lgan hadis hamda men kan yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim jarah. Men kan yu'minu billahi val yawmil akhir falyuhsin ila jarah. Men kan yu'minu billahi val yawmil akhir fala yu'zi jarah. Deganga o'xshagan qo'shnichilik haqidagi bu hadislarda bir qancha rivoyatlar bilan bayon qilingan nima uchun Allah'a ve ahiretine iman etiş bilen qo'shniga ihson qilish va aziyat bermaslikning arasını bağlagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisda. Hamda biz bayatdan deganimizda iman axloq degan o'tilgan bir narsa. İmanni agar fikri sufat bilan mulohaza qilsak, buni hammadan qalbiga usul yolaydi. Men o'zimni alhamdulillah mu'min deyman, sizlar o'zinglar mu'min deylar, ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh men mu'min, musulmon degan nuqtada hammadan tatbiqlash va o imonning so'nggi vaqtda bu faqat shu imonning go'zal axloqlari, vujudga amal qilgan odamlar o'rtaga chiqariladi. Rasululloh bayatdan hadisning har xil rivoyat shakli va birisida qo'shnisini hurmatlasin deydi. Bir rivoyatda qo'shnisiga yaxshilik qilsin deydi. Yana bir rivoyatda qo'shnisiga nima bermasin? Aziyat bermasin. Ya'ni insondagi iymonninki axloqning har shakllardagi ifodalanishini Rasululloh ko'rsatyapti. Agar sen da'vo qilayotgan yoki sen men o'zingni mu'min deyotgan shu iymoning qalbingda bo'lsa, sendan mushu ishlar o'rtaga chiqadi. Qo'shningni hurmatlaysa, shundami? Qo'shning aziyat bermaysa, qo'shning qanday qilsa, yaxshilik qilsa. Chunki nima desa, qo'shna deganimizdek haq huquq jihatdan tuqqanlardanmi muhim bir nuqta. Sen safar qilib ketsa, oilangni oylab kimga omonat qo'ysa, qo'shniga omonat qo'ysa. Safar ketsa, oilangda bir o't ofat yuz berishi mumkin. Sen yo'q, uyda hech kim yo'q. Qo'shni o'chirishi mumkin. Masalan, demak eng qiyin sharoitlarda sen yordam qildig'ini kim o? Qo'shni. Bu nuqtadan qo'shnininki haq huquqi intayin muhim. Shunga Rasululloh buni iymonga bog'ladi va qo'shniga bo'lgan muomalani iymonning aks etadigan bir shakli sifatida oldi. Bizdagi bir masala bor, yiroqlik tuqqandek ekan. Yaqin qo'shni. O masalami bekorga chiqqan masala emas. Allah razı olsun. Endi mana shu qo'shnichilik bu qadar ahamiyatlik bir ishkan ham dinimizda bunga alohida bir ahamiyat berib oyat hadislar bayon qilingan ekan. Endi mana shu davlatlar aramo qo'shnichilik bor deylamdi. Ya'ni falan davlat qo'shni davlat deb deyish mumkinmi? Endi bu qo'shnichilik atalg'usini biz so'zlayotganimizda zihnimizga shu bir oila qo'shnichiligi keladi ko'p hollarda. Ammo shunga buni qo'shib qo'yish bek zarur.
oila, jamiyat, hatto bir davlat qo'shnidoshchilik bo'ladi. Chunki qo'shnining qo'shnidan ashta bir haq huquqlari bo'lgandek, qo'shni davlat bilan qo'shni davlatning o'rtasida haq huquqlar bo'ladi. Masalan, jamiyatning insonlar o'ziga musibatga uchraydi, qiyinchilikqa qoldi. Aldi bilan ular yordam berish mas'uliyati kim ustida? Qo'shnilikning ustida. Masalan, bizning qo'shnimiz Osiyo davlatlari, musulmon davlatlar, qirg'in davlatlarimiz. Milliy jihat yoki milliy jihatdan qon qarindosh davlatlar. Jug'rofiya tarafdan mohiyatda biz davlat hamda. Agar biz milliy qarindoshligimizni qayrab qo'ygan, diniy qarindoshligimizni qayrab qo'ygan, yana unda emas bo'lgan taqdirdami, bir qo'shni davlat bo'lish sifati bilan, qo'shni davlat bo'lish sifati bilan sahib qilish kerak. Bizning qo'shnisiningki musibatiga hahu deyish kerak. Ko'rib turibmiz dunyoda bir yerda bir urush chiqdi deyli. Shu yerning ahli ojizlari urushdan qochib atrofga qassa eng avval qaqadigan ishi kimning ishi bo'ladi? Qo'shni davlatning ishi bo'ladi. Qo'shni davlatdagilar o'zining qo'shnidoshchilik vazifasini ado qilib, ishlarini qanday qilib etish kerak? Ular ojizlarni asrash kerak, ochlarini yozish kerak, yalang'ochlarini kiyindirish kerak. Afsus, bugungi kunimizda qo'shnilik huquqi shaxs sifatida va davlat sifatida favqulodda tuvallangan bo'lg'achqa, shaxslarmi qo'shnidoshchilikqa ancha bek ko'ngil bo'lmaydigan deganimizdek tam qo'shnisining kim ekanligini, udul eshiktikining kim ekanligini bilmagan, qo'shni davlatlarmi o'zining haq huquqini, majburiyatini ado qilish u yoqda tursin, xiyonat qiladigan, aksicha ojizlarni zolimlarga topshirib beradigan, ojizlar ularga panoh tilab kelsa, yordam so'rab kelsa, ishkini echishning o'rniga ishkini taqvoladigan ahvollar bugungi kunda ko'z oldimizda nihoyat ko'p. Buning hammasi qo'shnidoshlik haq huquqining kishining cho'ng'icha ojizlashganligining ifodasi. Bu ya'ni insoniy va islomiy axloqning insoniy nuqtasidanmi to'g'ri emas, islomiy nuqtadanmi ham to'g'ri emas. Buni qaysi nuqtaga olib beriladi? İnsani, milliy, diniy nuqtalarga olib beriladi. Bu qabul qilinadigan ish emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisida ma amana bi man bata shab'anan wa jaruhu ila janibihi ja'i' wa huwa ya'lam. Bir hadis var ekan, bu hadisda nimaga ishorat qilmoqchi hamda. Ya'ni endi bu yerda ortiq masalan biz bugungi kunda yuqoridab o'tdik hamda. Bizim qo'shnilarimiz hammasi yerlik xalqlar. Bular bilan qadrli imkon normal bir munosabat va qo'shnidoshchilik bo'lib o'tayotganligini hammamiz bilamiz. Ammo qo'shnidoshchilik cheklik bir holatda bo'layotdi. Ammo masalan bu yerda men bu hadisda zikr qilishimda bizniki muhojirlik yashayotgan Uyg'ur xalqlarimiz, misol Istanbulni deb aytsak, shunda bir kunlarda o'ziniki turmushini normal qamdayotgan, oilasida turmushiga yetarli bir narsalarni tepkiladigan er yo'q, tul xotin, yetim bolalar bor. Shunda yoki er ayol ikkisi kasalchan, yosh kuchon, shunda kishilar bo'lishi mumkin. Masalan, sizlar bizlar yoki olmaydi ishi bor, yoki iqtisodli kishilar muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar uchun. Bularning ahvolidan xabar yo'q bo'lishi mumkin. Endi mana hadisni biroz chiqarib bu qo'shnidoshchilikda kelgan hadis. Ammo biz shularningki ashunda insonlar borligini bilamiz, ammo yo'qlamasligimizning o'zi bu shu hadisning mazmuniga tushunmayman. Qo'shnisining och ekanligini bilib turib, to'p betdi uxlagan odam mu'min emas degan mazmun chiqadi. Hadisni simvol xarakterli hadis deb olsak, ortiq gap kelish ketmaydi. Birlam yig'inchoqlasak, musulmonlarning ahvoliga ko'ngil bo'lmagan odam, ularni izlagan odam, kunmagan odam musulmon emas. Mu'minning mazmuni bo'yicha mu'min emas. Ya'ni har bir mu'min musulmon bo'lish sifati bilan o'zi yashayotgan islom jamiyatiningki, o'zining millatiningki, qarindoshlariningki ahvoliga ko'ngil bo'lish kerak. Ya'ni komil musulmon bo'lmaydi degan gap. Komil musulmon bo'lmaydi. Chunki o'ylab boqaylik, bir odam qimmat qarashda yashaydi dunyoda. Qimmat qarash degan nima? Sen tava bir to'p bor. Sen ishongan bir qimmat qarash bor. Sen menayotgan bir yo'l bor. O'zing tava bir to'pning ahvolidan xabar olmasa, sen boshqa yoqda, sen tava olgan to'p boshqa yoqda. Sen tava olgan jamiyatning holi boshqa, sening shaxsiy holing boshqa. Sen qanday tava bo'lasan jamiyatga? Sen musulmon
onunla gap tügümeydi. Sen bir Müslüman cemiyetiga tava adam. Senin yaşayotgan şu tava olgan Müslüman cemiyetin ahvali başka, harap. Senin şahsen ahvalın başka harap. Güzel emdi. Sen onunla çatığın yok. Öz aldığın mağasan sen bu topqa tava emas. Ve de ki Müslüman emas diye hukum şu hukum. Yani sen Müslüman cemiyetiga tava ola olsan ko'ngil bilishing kerak. Xuddi agar buni texnik kichiklaştırib alsak, bir misolga olsam, bir ailede 8 a'zo bor. Dada, ana, o'g'il, qiz degandek. Bütün ailenin içi xafiliq yoki bir qiyinchilik bor. Shuning uchun birisi nayte nima deymiz endi, paraga bayashad deyli. Şu adam ailesi bilan kari yo'q yuyalam o. Çünkü ailenin asosi yuyanmaydi da. Buni aqliy nuqtadan hech kim qabul qilmaydi. Endi shundan shu qanasaq, sen bir kichik ailega o'xshash bir islom jamiyati, bir musulmon jamiyati, uyg'ur jamiyati ailasiga tava edamsan. Sen o'zingning ailasining ahvoliga ko'ngil bo'lmasan, sen tava emas o jamiyatga. Ya sen o jamiyatdan chiqib ketsa, ya o jamiyat sana tava bo'lmaydi. Shu bu yerdagi mu'min emas, musulmon emas degani o jamiyatga tava olmay qoladi degan gap. Yani bir tarafdan yapırsam sen millet bo'lishib turgan Uyg'ur, musulmon aynı zamanda sen o'zingning millatingning ichidagi faqir miskinlarga ahvoliga ko'ngil bo'lmasan, ko'ngil bo'lishing kerak demakchanda. Mushuning a'zosi bo'lish sifati bilan ko'ngil bo'lishing kerak. Agar ko'ngil bo'lmasang, chatag'ing bo'lmasa, o'zingning a'zoliqingdan gumonlansan bo'ladi. Yani mahiyatda sen qayta tekshirishing kerak o'zingni. Yani masalan unda bo'lsa bir inson ihson qilmoqchi bo'lsa, o'ziningki eng yaqinlaridan boshlash kerakligini tushundik bu so'zdan. Masalan, hatta zakat, sadaqalarni bermoqchi bo'lsa, kimda boshlash kerak o zaman? Kimga eng avval kimga berish kerak masalan? Al-aqrabun awla bil ma'ruf da bir so'z bor. Yaqinlar sen qiladigan yaxshilikqa eng loyiqda. Bu yaqin qada yaqin, bu nisbiy yaqin. Masalan, nasab jihatda zakatga loyiq sana eng yaqin odam bo'ladi. Bu yerdan boshlaysa. Faqirlik jihatda faqirlikqa eng ig'ir, xafalikqa eng ig'ir, zakatga eng yaqin odam bo'ladi. Bu yerdan boshlaysa. Xulum xo'shna masalan biz xulum xo'shna babida ketyapmiz. Sening tam xo'shnaң bor. Zakatga eng ehtiyojli, yaxshilikqa eng ehtiyojli. Sen bu yerdan boshlaysa. Yani bu nisbatlar qaysi nuqtada kelsin? Yandan boshlaysa. Sen xo'shnaң, tam xo'shnaң. Sening nasabsan eng yaqin tuqqan. Kambag'allikqa eng ig'ir, xafalikqa ig'ir. O'rin jihatda sana tam keladi. Bodini bütün yaqinning shakli degan. Mushakni bo'ylab masa. En yakın adam yok. Ondan keyin asta yaqqa qanaqa qilsang bo'ladi, kengaysan bo'ladi. Bu bo'yicha. İnsan ba'zida qo'shnisiningki moddiy ahvolining nachar ekanligidan xabar oladi. Bu vaqtlarda uning ahvoli qo'shnining moddiy ahvolidan xabarsiz qoldi degan o'zi biz qo'shayotgan qo'shnining haq huquqlariga rioya qilmaydi. Chunki qo'shnining ahvolini mahrimiyati ko'z chiqmagan asosda ko'z kerak. Chunki xuddi balani ahvolini so'z chiqib tursa, balam nima kam? Masalan, yoqda shar o'qiyotgan bolasi bor. Telefon turib, hozirlab turdi. Balam nima kam? Menga ehtiyojim bor, nima? Shunchalik darajada qo'shnining ahvolini yaraqin bo'lsinmi? Uni qirqan bir shekillar, azizlamagan shekillar tursa. Uning nima ehtiyoji bor? Eg'izda chiqishdan ilgari sen bilib bo'lish kerak masalan. Bu aqalli qo'shniningki nimasi? Ba'zida inson masalan tam qo'shnisi yoki qarshi qo'shni yoki bino qo'shnisi din bilan musulmon bo'lib bilan bu masalaga qo'shnilik masalaga din nazar tutib so'zlayapmiz. Din bilan hech qanday aloqa bo'lmagan, ana shunday bir chilargami? Masalan, buningki moddiy ahvol yashamas degan asosda biz yordam beradigan moddiy ishlar bo'lib qoladi. Mayli zakat bo'lsin, mayli boshqa yordam bo'lsin. Shunday ahvolda shu ziyorat qilish yoki shunday yordam berish jarayonida qo'shni, shu turk qo'shniga Allohni unutish majburiyati bo'lmasin. Endi bu yana bir xo'sh savol, ham savolni qayta takrorlasam, bu xo'shni ashta bir darajada qiyinchilik bor, yordamga ehtiyoji bor. Bu xo'shniki diniy jihat ma'lumoti az, dinga bo'lgan bog'lanishlar bir ojiz, bu ahvol ostida bu yeklash majburiyati kelyapti. Ammo bu yerdan qo'ygan bir mulohiza. Ya'ni avval xo'shni ehson qilib sening gaplaringga e'tibor qilgan bir holatga kelish kerak. Sen unga birinchi qadam u o'zing da'vat, nasihatdan barkasdan insonlik bilan qabul qilish ma'nosi. Avval sen ularning unga haqiqiy kuyini olmoq bo'lar. Real ko'rsat. Sen ehtimolni tushunsin. Qalbi echilsin sana, aqli sana echilsin. Shu vaqtda sen degan bir
Hatto gap qilmasangmi, shundan oldida qilgan bir qiz ishing uning nisbatan sana ergishishga qanoladi yetadi. Chunki inson o'zi yaxshi ko'rgan odamni to'g'rilaydi. Shuni kendi maqoda uning izlarini kuzatadi. Hayotga tatbiq qilishga urinadi. Shu ol sen yaxshisan. Bu meniki bu nuqtadagi hatta ba'zi turk qardoshlar bunday deymiz. Bu Sharq Turkistonlik qardoshlarimiz yaxshi musulmon ekanmi, qanday musulmonmi bilmay, masalan, ayolimiz niqob bilan yuz yig'liq, bunda hatto tamoshimiz yoki yan qo'shnimiz yoki astroshlarimiz bishi ochiq, masalan, unda bo'lsa ayollar, ular ya peshtoqda ya ushqaga o'tib salom berib o'tib ketadigan, salom qilmay bunda o'tadigan bir ahvolmi mavjudlik ekan. Ba'zi tundashlarimiz buni shikoyat qilib qamdi. Endi bu endi ushq desak bizim kallamıza sığıp qolgan shu vatandagi tavalla tabarra hukumatga biroz haddan erib ketgan qismi. Sen bir jamiyatga masalan uni dinga uygun kelmaydigan holat bor ekan deb masalan tamqishni qilmoqchi chiqdi yoki ayoli yo'rganmaydi. Undan uni dushmanlik pozitsiyasiga qarasang masalan o'zini ustida o'rin qo'yib uni pasonda ko'rsang uni nisbatan qanday da'vat etkazsak o zaman Resulullah'ın tarihiga baksak, Resulullah'ın tarixini meyli maddi imkoniyat jihatda yoki jamiyatning taraqqiyoti olsun, asosan to'g'ri kelgan. Rasululloh kelganning ko'pincha ojizlar. Ammo shu iqtisodiy jihatda to'g'ri. Bugun ba'zi gapni deyishim, ba'zi qarindoshlarimiz o'zining moddiy ahvolini uning bahona qilib, bizning ahvolimizni davgan ekan, gapimizni olmaydi. Rasulullohning vaqti shu sahobalarga to'g'ri moddiy ahvoli va u to'g'ri tabaqadan chiqqan ojiz odam ekanligi da'vatiga hech ta'sir ko'rsatmagan. Chunki ular her etrafında her nesne hakkını caydı bergen. Hoşlan hakkını caydı bergen, elim hakkını caydı bergen. Bunlar özünün işi arkalı etrafına tesir göstergen. Kardeşlerimizin deyilmemiz mi? Bu noktada bazı kılısını açık. Dinle o başkalarının hızlı düşüngen bazı düşünceler öyle emez. Kur'an ne deydi o? Hadis ne deydi o? Sahabeler Kur'an hadisine qanday tatbiq qilgan bu nuqtadan tatbiqlash kerak. Avvalo tabar sirasininki nima ekanligini tushunish kerak. Rabda islom uygun kelmaydigan holat qilib qolgan odamning hamsi bizga nima emas, dushman emas. Hatto Rasululloh sahobaning Yahudi, Xristian xo'shlaridan qanday o'tganligiga ko'p o'rnaklar bor. Rasululloh 13 yil atrofida Makkada yashadi, mushriklar bilan qo'shilib yashadi. Bular bilan Rasululloh qanday ado qilganlikqa nurg'un o'rnaklar bor. Bularning mulklarini Rasululloh chiqib omonat yashadi. Rasulullohning hijrat kechisi Ali radhiyallohu anhu o'zining da'vat qilib qo'yib, omonatni ahliga qaytargandan keyin hijrat qilishga qo'llarni ham nima ifodalaydi? Rasululloh bilan kishilarning o'tirgan muomalagi naqadar go'zallikda. Ularga bo'lgan bag ish tuyg'usiga naqadar yuksak ekanligini ifodasi. Rasulullohga qarshi shu insonlar o'z mol-mulkini akib omonat qo'ydi Rasulullohga. U qadar ish qilishi Rasululloh bilan bo'lgan muomalasi naydi. Go'zal bo'lmaganda kishilarga omonat qo'ymaydi. Bu kishilar bilan bo'lgan muomala bo'lmasdan qo'shondan boshlanadi. Birinchi qo'shon, ikkinchi qo'shon, uchinchi qo'shon mushkilda boshlanadi. Shu qo'shon muomalalar atrofdagi kishilar bizning beqishimiz vaqtida biroz bizne qaytadan təşvik çıxmız doğru. Bizning qo'limizga kirib olgan bu tushuncha biroz yangi to'g'ri keladi. Ya'ni yangilash kerak. Qarindoshlarimiz bu ta'tir tushunishni xohlamayman ya'ni. Birlan narsa chaqirma. U osmon dashtimiz tushunchalarda Qur'on qaysin, hadis qaysin va Rasulullohning zamonidagi 4 xalifa zamonidagi sahobalarning ish izlariga, Qur'on hadisni tatbiqlash ish izlari qarasin yetdi. Masalan, tushunchani boshqalarning namusini ya'ni. Payg'ambarimizning tarixini va sahoba ikramlarning tarixlarini o'qisa, bunda ajoyib go'zal o'rnaklar bor. Yetdi, chiqadi masalan. O qadar iliq masalani boshqa yoqqa tortib islom nomida. Masalan, o qadar zillashtirishning nimasi yo'q, hojati yo'q. Ammo shunda ahvolda masalan qo'shnilar bilan masalan haftada yo oyda bir qitim shu yan qo'shni yo tam qo'shni degandek ya qarshi qo'shni bilan imkoniyat bor, ish kuchaylan bizga kelib shug'ullashib o'ltirishni Alloh rizosini ko'zlagan asosda ahamiyati bormi hozir? Men shu Turkiyada ba'zi yaxshi go'zal o'rnaklarni ko'rdim. Masalan, turklarninki erlar bilan, ayollar bilan, masalan, dindorlarning ichida hatto 10 kunda bir qatim, 8 kunda bir qatim bir oila bir yig'ilishlar bor ekan, mana qo'lim qo'shnilarninki. Bizning atrofimizdagi qo'shnilarning bor, hatto bizlarni chaqirdi masalan-chi. Bular yig'ilishib o'tirib, odatda normal paran qiladi ekan, o'zining chayosi ichishi ekan masalan. Undan keyin orasida birasi bir kitobdan birabat ya ikki bat o'qib, shuni mulohaza qilibsa, bu bek go'zal ahvolchi. Bu bizda umumlashtirishlik ahvol. Ya'ni atrofimizdagi mayli turk bo'lsin, mayli uyg'ur bo'lsin, qarindoshlar bilan mushta bir holatning shakllanishi, ya'ni o'zaro tushunish hosil qilish. Ba'zi kallamizda yomon bexab qoladigan bir fikrlar bo'ladi. Yolg'iz yashagandan keyin inson ba'zi g'ayri fikrlar kallada bexlanadi. Mana bexlangan g'ayri fikrlarning oldini og'ili, fikr turaqlashtirg'ili, ba'zi tushunchalarni oshirg'ili, mehr muhabbatni oshirg'ili bo'ldi. Bularning hammasi yana qo'shnilarning haq huquqlariga texmi go'zal shaklda rioya qilishga vasila bo'lishi kerak.
Endi suhbatimizning oxirgi nuqtasiga kelib qoldik. Qo'shnilarchilikda eng muhim bo'lgan ishlarning biri qo'shnisiningki izzat obro'yi va sharafini qo'g'dash. Endi bu ish qanday qilganda reallikqa aylandi? Endi deydiganim shu bu haqdami? Qo'shnining alohida bir hukmi bor har qanday ishda. Yaxshilik qilsangmi alohida hukmi bor, yomonlik qilsangmi alohida hukmi bor. Masalan, cho'ng gunohlarning birisi qo'shnining ayoli bilan zina qilish deydi. Zina qilish o'zi cho'ng gunoh. Lekin ma kechirilmaydigan insonni halok qiladigan gunohning birisi qo'shnining ayoli. Chunki omonat u. U bir zina olgandan boshqa, yomon ish olgandan boshqa omonatga qanaqa qilish, xiyonat qilish. Shuningga qo'shni masalasi har doim istisnoi bir masala. Alohida bir masala. Qo'shniga qiladigan yaxshilik, haq, huquq masalasimi? Alohida bir haq, huquq. Qo'shni haqqida qiladigan har qanday bir jinoyatmi? Alohida jinoyat. Normal odamning g'aybatini qilsang, g'aybatning jinoyati bo'lsa, qo'shnining g'aybatini qilsang, g'aybatdan boshqa qo'shnining haq, huquqi va uning omonat bir muncha gunoh qitildi bular. Chunki qo'shning boshqa uqmaydigan ba'zi ishlarini qo'shningning sen bilasan. Chunki sen qo'shning seni bor deb, men qo'shnim ishonchli bir odam bor deb turib bolalarini sana omonat qilgan shaklda, garchi eg'izda demasimi, safar qiladi. Sana ishonch qilib, u bir omonat. Demak, qo'shnining masalasi alohida masala. Qo'shnining izzat sharafi eng kichik bir ayblaridan tortib cho'ng izzat sharafigacha hammasi alohida maqomli ahvol. Buningga alohida diqqat qilish kerak. Chunki bir oddiy misol olsak, sening ba'zi ishlarni qilgan haqqing. Adis uning to'talini sen o'zi yo'q. Agar shu qatimliq talon to'lanmasa, tok kesiladi masalan. Xo'sh. Shu vaqtlarda masalan qo'shning olib qo'yishi mumkin talonni. Agar olib qo'ymasa sen bilmaysiz tok talonning kelganini aqallisi. Sening u yangi alohida bir ishlar keldi. Sen yo'q, havas qilib qolsang, keyingi cho'ng bo'lishi mumkin. Qo'shning seni xavala. Demak, qo'shning olgan boshqa sening ustingda nurg'un sen biladigan, bilmaydigan haqlar bo'ladi. Aqallisi yo'q vaqtda qo'shning bo'lganlik uchun u yangi o'g'il kelmasligi mumkin. Qo'shning o'g'illik uchun. Qo'shning o'g'illik uchun u yerni suv osmasligi mumkin. Qo'shning o'g'illik uchun ba'zi o't ketmasligi, chunki qo'shning oldini oladi shu ishlarni. Bu nuqtalardan sen biladigan va bilmaydigan nurg'un haq-huquqi bor qo'shning ustingda. Shuningga qo'shniga muomala qilgan vaqtda alohida bir o'rin olgan shaklda muomala qilish kerak. Oxirgi so'zni olsak, bizning muhojirat yashayotgan Uyg'ur xalqimizga mana shu qo'shnichilikqa aloqador bo'lgan deydigan boshqa bir gap bo'lsa, 20 minut qadar. Endi gapni qisqa qilib qarindoshlarimizga mushu haqda bir xitob qilgimiz kelsa, qo'shnilarga o'zingizning nuqtasidan chiqib turib emas, balki qo'shnilarning nuqtasida turib muomala qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni men mundaq qildim. Mening mijozim mavitdi, odatlanganim mavitdi. Mana shaklda emas, qo'shnim nima ishni xohlamaydi? Nima ishni xohlaydi? Qo'shnimni nima ish rahatsiz qiladi? Qo'shnimning qanday ehtiyoj mush nuqtada. Ya'ni qo'shnini oldi bilan oldi plan qilib qo'yimizga, qo'shnini o'zining manfaatidan ortiq qilib turib o'yinib boqishini qarindoshlarga tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, shuning bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 12-chi bo'limini mishada oxirlashtiraman. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Alloh sizlarga razı olsun. Va bu programmaningki muvaffaqiyatli bo'lish uchun kuch chiqargan barliq qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Alloh taoladan hammalarga dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون